Sochim nega sekin o'sadi? Sochlarni sekin yoki tez o'sishi bu albatta genga bog'liq va albatta qo'shimcha kasalliklarga ham bog'liq. Sochimni yuvsam ham tez yog'lanadi. Nega? Bu albatta sizda qandaydir kasallik borligini bildiradi. Buni ichki sabablarini bilib, davolansa albatta joyiga qaytadi. Sochlarimga maska qilsam foydasi bormi? Albatta to'g'ri maska qilinsa foydasi bo'ladi. Bu albatta ma'lum bir to'kilishni oldini olib qoladi, lekin juda ham kuchli dorilar bilan maska qilish bosh terisini yallig'lantirib qo'yadi va aksincha ta'sir qilishi mumkin. Doimiy vitamin ichib yursam, sochim yaxshi o'sadimi? Albatta bu noto'g'ri. Doimiy vitamin ichib yurish bo'lmaydi, chunki hammada har xil kasalliklar bo'ladi. Ba'zida onkologik kasalliklarni ham qo'zg'atib yuborishi mumkin. To'kilgan sochlarim qayta o'sib chiqadimi? To'kilgan sochlar chiqishi ham mumkin, chiqmasligi ham mumkin. Shunday kasalliklar borki, soch to'kiladi, tagi chandiq bo'lib, umuman chiqmaydigan bo'lib ketadi. Buning uchun albatta tekshirib olish kerak bo'ladi. Sizda qanday savollar bor? Buni albatta kommentariyada yozib qoldiring.